Bitta narsani oramizda juda ko'pchilik esdan chiqarib qo'yadi. Yillab o'qiymiz, nimadirlar o'rganishga harakat qilamiz, ishlaymiz, pul topish sabablarini qilamiz, lekin baraka yo'q deb tuyuladi. Bu narsani ko'plar bilmaydi. Lekin bitta narsa sizni rizqingizni bloklab turgan bo'lishi mumkin. Silay rahmni biz nimagadir muhim emas deb o'ylab qolganmiz. Sezganmisizlar bir xilda hozir ko'pincha ham bo'lsa kerak, aka uka opa singillar farzandlar ota-onasi bilan amma xola tog'ali bir-biri bilan begonadek bo'lib ketishadi. Ba'zi odamlar ota-onasidan уже tirikligida xabar olmay qo'yadi. Qariylar uyga borib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, gaplarining ma'nosi, kim rizqini ko'payishini va umrini uzayishini xohlasa, silay rahm qilsin. Abu kama qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana bitta sahih hadisda aytilgan, kim silay rahmni uzsa, Alloh u bilan aloqani uzadi. Subhanalloh, bundan qo'rqinchliroq yana qanaqa ogohlantirish bo'lishi mumkin? Bu degani ishlaringizda baraka bo'lmaydi, Allohning rahmati, fazli uziladi. Subhanalloh, ishlaringiz yurishmaydi, rizqingiz tor bo'ladi. Hamma dunyoviy sabablarni qilsangiz ham ishlaringiz orqaga qarab ketaveradi. Alloh undan aloqani uzadi deganda, ya'ni xoliq mahluq aloqasi uziladi yoki rizqini o'sha joyda to'xtatadi, tapat o'ladi degani yoki bo'ldi bu odam aniq jahannamga tushadi degani emas. Nechta odam ota-onasiga oq bo'lib ham Allohning rizqini yeb yashab yuribdi. Lekin silay rahmni uzgan odamning hayoti bebaraka, rizqi va umri tor va gunohkor holda bo'ladi. Lekin biz albatta faqatgina pulimiz ko'payib ketib qolish uchun yoki ishlarimiz yurishib ketib qolish uchungina, faqatgina shu sabab uchungina silay rahm qilishimiz kerak emas. Alloh buyurgan uchun qilishimiz kerak. Va bunda men sizlarga kichkina life hack o'rgataman. Telegramda bilasizlar, papkalar ochib, ichiga xohlagan shaxsiy chatlaringizni kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. Bitta silay rahmda papka ochasiz va ichiga sizga silay rahm qilish vojib bo'lgan qarindoshlaringizni qo'shib qo'yasiz. Ota-ona, aka, uka, opa, singil, xola, amma, tog'i va hokazo. Shunda har haftami, oymi, urfga qarab hammaligisiga bittada Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Uka, Ismoil, Mezidami. Sizlarni sog'indim, shunchaki xabar olib qo'ydik, yozib o'tdim. Barakallohu fikum. Nima yangiliklar, nima xabarlar aka? Bizlar hammasi yaxshi, alhamdulillah. Yurimiz ekan, harakat qilib, jiyaningiz katta bo'pti, esa shirin bo'lgan, alhamdulillah. Jiyaningizni rasmlarini, videolarini yuborib qo'yaman. Siz meni jiyanim rasmiy videolarini yuborib qo'ying. Muhammad yaxshimi, katta bo'ptimi? Sizlarni juda ham sog'indim. Alloh subhanahu va taolo yaxshi edi. Yaqin orada ko'rishadigan umiddaman. deb yozib qo'yasiz yoki undan afzali ogohlantirib mehmonga borasiz yoki chaqirasiz. Texnologiyalar hozir bunaqa rivojlanib ketgandan keyin ham unaqa edi, bunaqa edi. Endi noqulay-da, hozir qanchadan bir yozmagandan keyin xijolat bo'laman, nima deyman hozir deb bahonalar qilish birodar yarashmaydi. Siz buni Alloh uchun, Allohning roziligi uchun, rahmatidan uzilmasligi uchun, fazlidan uzilmasligi uchun, ishlaringiz rivojlanishi uchun, rizqingiz kengroq bo'lishi uchun, umringiz solih amallarning ustida uzunroq bo'lishini xohlab, mana shunaqa fikrlash bilan aloqaga chiqing qarindoshlaringiz bilan, inshaalloh o'shanda bunaqa mayda-chuyda bahonachalar ko'zga ko'rinmay ketadi. Albatta bu avvalambor o'zimga va sizlarga ham eslatma. Barakallohu fikum.